alaykum. Assalomu alaykum. Men Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahri Qishxona Mufidan Nurli kelajak 146-uyda yashayman. Murojaatim shundan iboratki, meni qo'shnim ikkita antena o'rnatdi. Ucell kompaniyasi antenalar o'rnatish jarayonida katta kranlar kirib kelib antenalarni olib kelish jarayonida uylarimga dars ketib, yoriqlar paydo bo'lgan. Men uyda yo'qligimdan foydalanib, mendan ruxsat olmay, mana shunday jarayonlar olib kirish jarayonida, katta antenalarni olib kirish jarayonida kranlar kelib, devorimni urilishi natijasida daraxtlarim bor, mana ko'chada daraxtlarni sindirib, uyimga shikast yetkazib, ustalar qochib ketdi. Men 1 yil mobaynida sarson bo'ldim. Bularni topolmasdan murojaat qilmagan joyim qolmadi. Hech kim meni tinglagani yo'q. Prokuraturaga ham bordim. O'zimni mahallamga murojaat qildim. Ucell kompaniyasi xodimlariga murojaat qildim. Hech qaysi tinglamadi meni. Shu sababli men Toshkent viloyati respublika prokuraturasiga murojaat qildim. Shundan so'ng ular kelib o'rgandi. Bu voqeaga 1 yil bo'ldi. Mana yana shu Mobil Uz kompaniyasi yana antena o'rnatmoqchi bo'lib kelyapti. Men bunga noroziman, chunki yana shu narsa takrorlanadi. Chunki uyim yoriqlar paydo bo'lgan, yana katta kranlar kelib antenalar olib kirish jarayonida mana shu ish takrorlanadi. Men noroziman. Menga yordam berishingizni so'rayman. Hurmatli prezidentim Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, sizdan iltimos qilib so'rayman. Mana shuni kelib o'rganib, mana shundoqchi antena o'rnatishga ruxsat bermasligingizni so'rayman. Men yolg'iz ayolman. Yolg'iz boshim bilan mana shu uy-joylarni yaqinda ta'mirlatdim. Menga yana uyimga zarar yetishini xohlamayman. Mana hozir yana Mobil Uz kompaniyasi mendan so'roqsiz menga 3 ta xodim kelib uchrashdi. Men aytdim, yo'q, ruxsat bermayman. 1 yil oldin mana shunaqa voqealar bo'lgan deb ularga aytib berdim. Meni gapimni tinglamasdan mana hozir yana ish jarayonlari ketyapti. Mana yana ish jarayonlari, hozir ishlari davom etyapti. Meni hech kim tinglagani yo'q. Qishxona MFI mahalla oqsoqoliga uchrashdim. Uchastkovoyga aytdim bo'lgan voqeani. Ular ham meni tinglagani yo'q. Onangga bor, otangga bor, sansol mansol qilib menga hech qanday yordam ko'rsatishgani yo'q. Sizdan iltimos menga yordam berishingizni so'rayman.